Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men Doliva Mavjuda, Kattaqo'rg'on shahridanman. 64 yoshdaman. Allergiyam borligini bilganim yo'q. Allergolog Sherzod Muxtarovich klinikasiga keldim, Aram klinikasiga. Birgalikda davolashdilar. Xudoga shukr. Nafas yo'llarim ochilib, havolaga to'yib, bugun 10 kun bo'ldi. Asmaga yaqinlashib qolgan ekanman. Allohga ming bor shukr, mana davolandim. Bularga rahmat. Hammasi mehribon. Shifokorlar ham, hamshiralar ham doim kulib turishadi, yuzlarida nur yog'ilib. Mehribon, shirin gaplardan ham tezroq yaxshi bo'ldik. Allohimga shukr. Rahmat hammalariga. Ikki dunyo saodatini tilayman bu klinikaga. Ilohim, tepaga yotdim, sharoitlar juda ham yaxshi. Hamma narsa ichida, ovqatlari ham shirin. Rahmat jamoaga. Hammalaridan xursandman.